Gimalar 1,5 millionga arzonlab ketdi bu qatordagilar. Mana bu qatorlarda 500 ming so'mga arzonlab ketibdi. Qani Azbek bu ma'lumotini bersangiz. Assalomu alaykum. Yaqingacha 1 million 200 ming, 1 million sotilgan bagimalarimizni harizgacha shunaqa sotadiganlar bor. Bularning sifati vobshe zo'r. 500 mingga narxini kelishtirib beramiz. Faqat Xurshid Abzo promokodi bilan kelganlarga. Albatta, Toshkent kanaldan kelganlarga 680 mingdan, bu yoq tarafi 700 ming so'mdan komplekti 12 ta bo'ladi. Xo'p, bu tomondagilar qani 1,5 milliongacha arzonlaganlar qaysilar? Xo'p, bu tarafdagilar mana premium kачествоda bo'lgan, yaqingacha 300-400 dollar sotilgan bagimalarimiz bular, bu tarafdagilar 1,5 millionga arzonlatib qilib berdik, arzonlashtirib. Bular 1 million 600 mingdan. 1 million 600 mingdan do'stlar. Tanlab olaversa. Orasida mana shu yerda ko'pchiligi bunisi ham 1 million 600 mingdan. Bu endi ana poddelkasi emas, yaxshisi. Yaxshisi, buni garantiya. Buni do'stlar poddelkasi ham o'sha aytganingizdek 1,5 million 2 million sotiladi, lekin bu yaxshisi. Bu yaxshisi. Ana do'stlar. Shu do'stlar, like patga bosib arzonni olaversa, manzil Abu Sahiy Chinni bozori arkaning ro'parasi do'stlar. Mana Mina do'konga Xurshid Abzo promokodi bilan kelaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar do'stlar.